Chelak shahri Qumchiq mahallasida 4 sotixlik hovli sotuvga qo'yildingizlar. Bu safargi videomiz shu haqida bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Bu yerning manzili haqida yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, bu yer Qumchiq mahalla ko'rigidan 10 ga kirganda joylashgan. Ana endi esa sizlar bilan hovlini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Hovliga kirishimiz bilan hovlining dorizaxonasida o'ng tomonda hojatxona va hammom qurilgan va bundan tashqari hovlida ziloniy zona uchun ajratilgan juda ham keng joy bor. Bir necha mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Daraxtlari katta-katta. Bu yerda pishma kran o'rnatilgan, motorlari bor va hovlining asosiy binosi bo'lgan 4 xonalik imorat bor. Uyning pastki qismi to'liq podval qilingan va bundan tashqari ko'chaga chiqish uchun darcha ochib qo'yilgan. Ana endi esa sizlar bilan uyning ichki qismini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Uy ichiga kirishimiz bilan bu yer teraska. Teraskadan tashqari yana 3 ta xona bor. Bu ko'radigan joyimiz esa birinchi xona. Azizlar, birinchi xonamizni ko'rishlaringiz mumkin. Ta'mirlari juda ham chiroyli holatda, hovliga qaragan va ko'chaga qaragan derazalari bor. Ana endi esa ikkinchi xonani ko'rib chiqamiz. Azizlar, ko'rishlaringiz mumkin, bu yerning o'lchamlari juda ham keng, juda ham katta. Bu yerda ham ko'chaga qaragan ikkita deraza bor. Endi esa sizlar bilan keyingi 3-xonani ko'rib o'tamiz. Azizlar, ko'rishlaringiz mumkin, bu yerning ham ta'mirlari juda ham chiroyli holatda turibdi. Bu yerda ham ko'chaga qaragan deraza bor. Ushbu 4 sotixlik hovlimizni hujjatlari joy-joyida, hech qanday kamchiligi yo'q. Hovlining narxini 60 ming dollar kami bor deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga bemalol murojaat qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha hovli sotib olaman degan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.